Okajonim, bunaqa siylis qachon oxirgi marta ko'rdingiz? Mana shu oxirgisi. Bu yil bir marta ko'rdingiz. Bu yil bir marta ko'rdingiz. Bunaqasi bo'lmagan. Mana Silisni eng chempioni deb Sho'proq ukamiz o'zlari bizlarni tepaga chaqirib oldilar. Hurmatli dehqonlar, ana bizlarni yerga to'kilgan Silisimizga baho beringlar. Qanaqa darajada Silis. Ichidagi donini qaranglar. Aytganimizdek, hurmatli dehqonlar, kami 50% don tashkil qilyapti. Go'zallik juda ham quvonarli darajada. Mana dehqon akamiz bir dehqon akamizdan tepaga chiqib ham ko'ramiz. Mashinalarimiz kuchli holatini ham ko'ramiz. Mana hurmatli dehqonlarimiz, TK 6063 bilan 596 navimiz. Mana holat qanaqa chiqayotgani. Silisimiz. Ikkita navimiz ham qanaqa holatda. Hurmatli dehqonlar, aytganimizdek 45-50% gacha don mana. Mana. Ana don, ana sifat. Mana bu Sho'proq ukamiz bizani shu Namanganda o'zlari Silis tashirkanlar. Okajonim, bunaqa Silis qachon oxirgi marta ko'rdingiz? Mana shu oxirgisi. Bu yil bir marta ko'rdingiz. Bu yil bir marta ko'rdingiz. Bunaqasi bo'lmagan. Mana Silisni eng chempioni deb Sho'proq ukamiz o'zlari bizlarni tepaga chaqirib oldilar. Haqiqatan juda ham sifat, juda ham go'zal. Inshaalloh dehqon akamizga Alloh barakasini bersin, Alloh xayrli qilsin, barakotli qilsin. Juda ham go'zal bo'libdi. Sho'proq aka